Assalomu alaykum rahmatulloh akalar. O'tganda 2019 chiqardim, 21da ham ko'rsatuvdim. Kimga qiziq bo'lsa, obzor qilib beraman degandim. Ko'pchilik lichkaga yozdi, qiziq ekan. Obzor qilyapmiz. Tak, mashina 2021 8-oy 22 ga hisoblanadi, 21 ga 22 hisoblanadi. Emblemalarini ham ko'ryapsizlar, yangi emblemalarni. Mashina полный круговой родной окраскада ekan. Men o'zim tekshirdim, tashamer bilan tekshirib ko'rdim. Полный родной окраskada. Mashina svejий kelgan, butun shunday holatda kelgan. Tak, mashinamiz chiqarilgan yilini aytib o'tdik. Родной окраskada 1.6 benzin. Xudo xolasa mashinamiz zo'r. Повторитель поворотнийлari bor, 5 ключевой dostuplari bor, elektropaket. Tak, probegi 142 ming. Original probegda, katta monitorda, video registratorlari bor, sideni podogref bor, abduh bor, rul podogref bor, avtomat korobkada. Mashinamizning koja holatlari yaxshi holatda, salon holatlari zo'r holatda. Vin kodi bilan tekshirib olsanglar ham bo'laveradi. 21 ga 08. Tak, mashinamiz xudo xolasa inshaalloh uyaltirib qo'ymaydi, zo'r holatda mashina. O'zi ham butun kelgan. Tak, buni puliga kelsak, puli $14,000 deyapti. Egasining nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib savdolashib olishinglar mumkin.